Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Shu kunlarda juda ko'pchilik aldanib qolayotgan ekan. Gap shundaki, meni ismi sharafim, qiyofam, yuzim, ovozimdan foydalangan holda sun'iy intellekt orqali har xil videolar, firibgarlik sxemadagi videolar qilishyapti. Sxema nimadan iborat? Birinchi galda Instagram, Facebooklarda o'sha montaj qilingan videolar orqali meni videolarim, original videolarimni olishadi va o'zlarining matnlarini qo'yishadi. Yuzimni ham qaysidir joylarda o'zgartirib, boshqa insonning yuziga qo'yib, yo rasmlar ham bor. Xullas, birinchi galda reklama ketadi va o'sha videoni ustiga siz bosasiz va Telegram kanalga o'tkazishadi. O'sha Telegram kanalda go'yoki Aziz Rajab sizga trading o'rgatadi. Vaholanki bu sohada meni bilimim yo'q va bu sohaga qiziqmayman ham. Va undan keyin mana shu kartaga pul yuboring va bu pullaringizni ko'paytirib beramiz deyshadi. Yuborganingizdan keyin bo'ldi, siz blok bo'lasiz. Bo'ldi, aldanasiz xullas. Hozir direktdan to'lib ketgan shunaqa murojaatlarga juda ehtiyot bo'ling va bu videoni repost qiling, yaqinlarga jo'nating. Yosh kattalarimizni ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Yaqinlarimizni kimdir bu videolarni ajrata oladi, kimdir yo'q. Buni ham to'g'ri tushunish kerak va oxir oqibatda o'sha meni sha'nimga yomon gaplar bo'lyapti va aybdor sifatida ko'rishyapti. Men bu insonlarni ham tushuntiribman va bu yerda albatta meni umuman aloqam yo'q. Bu videolarni qilgan insonlarga bir murojaatim, shu iqtidorni yaxshilikka, yaxshi yo'nalishga sarflaganingiz ma'qulmi deyman. Gulda umringizni bunaqa xazon qilmang. Endi aldanganlarga sabr va yanada yaqinlarni ogohlantirish kerak. Bu firibgarlik, aldovlar juda ko'p bo'ladi. Texnologiyalar rivojlanyapti, vaholanki har xil videolar ham chiqib ketishi mumkin. Bundan-da sifati baland, bundan-da sizni mana ishontira oladigan hozirgi paytda har xil ma'lumotlarga ham ishonish kerak emasligini ham yaqinlarimizga uqtirib o'tishimiz kerak. Rahmat.